mashhur payor naborni sizga tekinga berib yuboramiz. Faqatgina shu videomizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, bizni do'konimizdan akalar 28-fevral sanasigacha kelib turgan, ko'rib turgan motobloklarni kelib xarid qiladigan bo'lsalaring, narxlarini eng arzon, sutekin narxlarida kelishtirib hisoblab beramiz. Narxidan tashqari ko'rib turgan shu payor naborlarni bonus sifatida qo'shib beriladi. Xo'p, Marg'ilonda joylashgan agrotexnikalar do'konimizdan benzinli 17 talik, 15 talik salalkali motobloklarimiz to'liq obzorini qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda hokimiyat to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni bo'ladi akalar. Birinchi o'rinda benzinli modelidan tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p, ko'rib turgan motobloklaring 192 motorli benzin orqali ishlaydigan motoblok hisoblanadi akalar. Mana bloklariga ham o'yib yozib qo'ygan, ko'rishingiz mumkin. 192 blok 6 oydan 1 yilgacha ko'rib turgan motobloklaringga garantiyalarni beramiz. Undan tashqari vozdux qismlari maslinniy vozdux. Akalar, bunga avtol quyib beradigan bo'lsangiz, tashqaridan kirganchang shitda qoladi, sizlarga uzoqroq xizmat qilib bera oladi akalar. Xo'p, balon qismlari 600 ga 12 katta, shiroki, mягкий balonlar bilan jihozlangan, ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari karburator qismlari ham juda ham original karburatorlardan ishlangan. Xo'p, ruchnoy tortib ham, kalit orqali ham bemalol zavodit qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. O'zida mana akkumulyatorlari ham tayyor qo'yilgan. Undan tashqari oldi tomonida 8 talik faralari jihozlangan, o'zida ko'rishingiz mumkin. Faralari o'zida bor. Xo'p, statorlariga bitta ahamiyat berasizlar, katta statordan. Undan tashqari o'zida moy datchigi bor. Yog'i eskirib, ozayib qoladigan bo'lsa, motoblogimiz avtomatik o'chib qoladi. Xo'p, aytganimdek, benzin baklari 5 litrli, soatiga 1 litrdan nagurska holatda rasxod qilib beradi. Xo'p, rol qismlariga bitta to'xtalib o'tib ketamiz. Rollar uzun qilib ishlangan hisobida akalar. Bunda orqa qishloq xo'jaliklariga jatka, shunaqa narsalar, rotorlar ustunovka qilib ishlatadigan bo'lsangiz, rollar uzunligini hisobiga qiynalmaydi aka bularimiz. Bundan tashqari skorslari temirli, ko'rishingiz mumkin. Temirli skorslar bilan jihozlangan. Rollarini o'ngga, chapga bemalol legirovka qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Skline brendidan 6 oydan 1 yilgacha dokumentlari bilan komplekt holatda qilib beramiz. Narxini 7 million Xo'p, 500 ming so'mdan chegirma narxlarda bundan ham arzonlatib, hamda videoni boshida aytganimdek, Shurpayor naborda ham bonus sifatida sizlar uchun qo'shib beramiz. Ko'p joyda akalar bitta narsani ham aytamiz, reduktorini 550 talik, 750 talik, 850 talik deyishyapti. Unaqa reduktor bo'lmaydi. Hamma reduktor 17 talik motobloklarda bir xil bo'ladi. 360 gradusli motobloklar chiqqan, ularda katta bo'lishi mumkin. Mana reduktoriga bitta ahamiyat berasizlar. O'sha original reduktorlardan bo'ladi. Xo'p, endi salalkali modelimizga o'tadigan bo'lsak, bu Kentavr firmamizdan akalar, bunga ham 6 oydan 1 yilgacha garantiyalarni beramiz. Benzinga nisbatan salalkamizni, xo'p, rasxodi oz hamda quvvati baland bo'ladi akalar. Quvvati baland bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Salalka baklari yonboshda joylashgan. Bu Kentavr firmamizni ishlatgan akalarimiz sifatini juda ham yaxshi bilishadi. 6 oydan motor korovkasiga garantiya beramiz akalar. Kentavr brendimizdan ko'rishingiz mumkin. 190 motor. Xo'p, balonlari 612 shiroki, mягкий katta balonlardan. Undan tashqari mana frezalari ham original frezalardan sizlarga qo'shib beramiz. Unda ham shu 5 qatorli original frezalari komplekt holatda bo'ladi. Bu frezalarini balonlarini o'rniga bemalol qo'yib turib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Akkumulyatorlari ham katta, gelivi akkumulyatorlardan qilib ishlangan. Rollari buniki ham uzun. O'chiriq knopkalari hamma o'ziga qo'yilgan. Reduktorlariga bitta ahamiyat berasizlar. Reduktorlari ham juda ham katta qilib ishlangan. Bularga ham jatka ustunovka qilib, karcha shunaqa narsalar ustunovka qilib bemalol foydalanib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Narxini 8 million 500 ming so'mdan dastavka xizmatlari ham kelishilgan holatda bor. Bundan da to'liq ma'lumotini pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olinadigan bo'lsalaring, olishingiz mumkin. Bundan tashqari 3, 5, 7 kuchli motobloglarimizdan ham do'konimizda bor. Kimga qanaqa variant qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Manzil Marg'ilon soliq, Marg'ilon hokimiyati to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, yana to'liq ma'lumotini olishingiz mumkin.